Bo'ldi, o'zim mangay. Onun hücum qilinglar. Kerem, tez qo'limni tut. Əmisi biz Alvast qo'shin bilan jang qilganda ishlatadigan qurollar qayerda? Sen o suratning qishiga nima deb bording? Mening keynimda birsi bodishni his qilaman. Qaranglar, o tarafda bir tog' ko'rinyotdi. Vahimlik asar sur basqan o'rmon. Bu dunyoda odam xiyollig'ini keltirmaydigan ham o'ylab boqmagan ishlar nihoyat ko'p. Bunday ishlar doimdagidek atrofimizda yuz berib turdi. Oliy maktab imtihonini endi tugatib bir orom ilvog'im keldi. Yaqin do'stim Kerem bilan maslahatlashib sayohatga chiqmoqchi bo'ldik. Uning degani bo'yicha Lobnirni nishon qilib, atat degan yo'lga chiqmoqchi bo'ldik. Uyga kelib, deb endi o'ltirishimga telefonim sayirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Qaysar. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi? Siz bo'lsangiz menmi yaxshi? Ha, nima qilib ketdingiz? Shu bekor har az sayohatga chiqdi deb olgan edim, rostmi? Ahoy, qo'lingiz rostli uzun kenjimi Almira? Kimdan angladingiz? Kimdan anglaydim? Tushda bozorda Kerem uchirgan edi, shu deb berdi. Ha, shundaqmi? Shundaq. Hey Qaysar, xolsiz menmi boraychu? Uyda o'tirib behri zirib ketdim. Xolisdingiz degan nima gap bu? Sizni tashlab nega bora olayman? Shundaqmi? Men ruxsatsiz bora olmaydigan narsani boshliqingizmidi? Bu gap bilan yig'izim tuvoqlandi. Birdan jimjit turdim. O yana so'z boshladi. Nega borgan bo'ldinglar? Keremdan so'rolmabdiman. Lobnurga boramiz. At yo'lga chiqadigan bo'ldik. Nima? Nima degansiz? Shundaq. Bir kun kechiktirsak qandoq? Men tayyorlik qilib olay. Ulgursiz, at chiqdan yo'lga chiqamiz. Undaq bo'lsa mayli. Amsi men tayyorlik qilishni hozirdan boshlagach turay. Amsi aytib ko'rishaylik. Xo'sh. Telefonni qo'yib etib, birdan turib olgandan keyin Keremga telefon qildim. Allo. Bu gapni anglab kulib ketdim va. Va alaykum assalom dedim. O kulib ketgandan keyin. Ha, adash, kech bo'lgan telefon qilibsan-ku? Dedi. Ha, shu seni nima uchun Almiraga sayohatga chiqadiganligimizni dedi-keyin deb telefon qildim. Shu adash sayohat deganda qiz bo'lmasa odam zerib qoldi degina. O'ylab baqsam sen nu Almirani olsang, menmi Mayrani olsam zerib qolmoqda emas. Shunga Almiraga dedim degan. Shundaq. Ha, senimiz-a. Bo'ptir. Haraz, mashinaning ishini qanday qildi? Hech bir xushomay bir do'stim bo'lgan. Remont qilish do'konchiligim. Uni devetim u sayohatga chiqmoqchi bo'lib turgan ekan. U biz bilan bormoqchi bo'ldi. Tayyorlig'ini qilib tur. Ati mashinada yo'llariga boray. Ha, ma'qul. Telefonni uzib etib, sayohatga ishlatadigan narsa keraklarni ilib, abjil sayohat sumkasiga soldim va narsalarimning kam qolmaganligini jazmlashtirgandan keyin xotirjam holda orom erishib tutindi. Ertasi saharda tatliq uyqudan tashvishda uyg'onib, mashq qilib bo'lgandan keyin tax bo'lib turdim. Soat 11lar atrofida uyimga Almira, Mahira va Karamlar kirib keldi. Men bu narsalarimni ilib chiqdim. Yo'lda to'xtatib qo'yilgan oxranlik bir mashina turardi. Mashinaga chiqib bo'lgandan keyin mashina Lobnurga qarab yo'lga chiqdi. Bu yoqning ismi Qaysar. Qaysar, bu yoqning ismi G'ayrat. Tunishib qolinglar. Mashina haydayotgan 20-22 yoshlar chomisidagi qaramto'l, kelishgan, bo'riqliq kelgan, egiz bo'y, chiroyidan samimiyligi chiqib turadigan bu yigit bilan tanishib olgandan keyin hammaylar o'zlarining paringini qilishqach, intayin ko'ngli ketib o'tadi. Havo intayin ochiq. Xuddi
quyosh bugun biz bilan kulimsirashda baslashgandek intayin huzurliq edi. Sayohatimiz intayin ko'ngilli ketib o'tdi. Birer yarim soat vaqtlardan keyin oldimizda ikki ot yo'l uchirdi. Birisi qarama yotqizilgan siliq yo'l bo'lib, yana birisi bo'lsa to'g'ri o'rlab turadigan yez yo'liga o'xshash bir chig'ir yo'l edi. Qaytarib qilmoqmiz deb so'rdi G'ayrat mashinani to'xtatib bizga qarab. Menimcha yanla yo'limizdan tushmay qarama yo'l ketaveraydi, dedi Kerem. Birdan o'ylanib olgandan keyin Lopnurning tavasiga kirib bo'ldik. Mao chig'ir yo'ldan mangsak, meningcha birer yezga kirishimiz mumkin. Shu yerda bugun kechni o'tkazib, ertatiyan Lopnur ko'riga boramdik. Va yoki boshqa yerlarga boramdik. Shuni maslahatlashgach, birer uyda orom olsak, bashlardan bir kechani mashinada o'tkazolmaymiz. Sizlar qandoq? Dedi G'ayrat. Hammalar bu fikrga qo'shilishdi. Menmi o'ylab, bu fikrni to'g'ri topdim. Mashina chig'ir yo'lga kirib ketdi. Yarim soatlardan keyin biz büyük baraqsan bir o'rmonga kirib qoldik. Mashinadan tushib, atrofga ko'z yugurtdik. Biz boya kelgan yo'l hech yerda ko'rinmaydi. Mashinamo o'rmonning o'rtasida suvga osmondan tushgandek, keyin tarafida birer chaqning izimi ko'rinmaydi. Hammalar hayron qolgan edi. Osmondan tushgandekla bir o'rmonga kirib qolib, yo oldimizga mangolmay, yo keynimizga yanolmay tutib bo'lib ketib borardik. Hammalar G'ayratni ayblashga tushgan edi. Bizni zodi qanday yerga keldingiz? Biz hozir qayoqqa mangamiz? Dedi Almira tarin turib. G'ayrat xuddi gunohkor odamdek beshini tuvan silib olgan edi. Bo'ldi, G'ayratni ayblayvermisanglar-ku. Bu yo'lga menish hammanglar qo'shilgan edinglar-ku. G'ayrat ya bizga masiyat solmayli mamg'an tursa. Dedi Mahira. To'g'ri, biz aql bilan ish qilaylik. Oldi bilan o'zimizning qayerda ekanligimizni bilib elib, ondan qayoqdan chiqib ketishni maslahatlashaylik. Dedim men Mahiraning so'zini quvvatlab. Biz hozir o'zimizdan qayerda ekanligimizni bilmasak, dedi Kerem. Mana Mao'ning bilan bilamiz qayerligimizni. Dedim men yanchiqimdan telefonimni elib. Ularni maqsadini bilgan bo'lsa kerak, tezli chiroyiga kulki yugurdi. Ha, to'r orqali o'rnimizni belgilamoqchimisiz? Dedi Almira qoyil bo'lib. Ha, shundoq. Dedimda telefonning to'rini qo'zg'atmoqchi bo'lib, qarab turib qoldim. Chunki telefonda signal deydigan narsadan asarmi yo'q edi. Hammalar telefoniga qarab boqdi. Hech qaysimizning telefonida signal yo'q edi. Endi qanday qilamiz? deb so'rdi Mahira. oldimda o'tin terib kelib, mushu yerda bir kechani o'tkazaylik. Kat yo'l tepib mangayli. Keremning bu so'zi hammalarga yoqdi. Almira bilan men, Kerem bilan Mahira o'tin targili o'rmonlig'ining ichiga qarab mangdik. Almira bilan ikkimiz daraxtlarning qurib ketgan shoxlarini terib o'tdik. Tuyuqsiz kaynimdan bir qarsoy noyib tez o'tib ketdi. Kaynimga qaradim. Hech narsa ko'rinmaydi. Oldimga qarabidan bir tarafga isilgan o'lik oldimga sangaladi. Buning o'lik yoki tirikligini bilmaydi. Butun badani qoniga bo'yilib ketgan edi. Qattiq to'lab, joyim qilib yiqilib qoldi. Ko'z oldim qorong'ulashib ketgan edi. Bir chaqda birsining tug'ilishi bilan asta ko'zimni ochdi. Ko'z oldimda Kerem, Almira, Mahira va G'ayratlar turibdi. Ko'zimni ichla boyqa ko'rinishlar esimga keldida to'g'lashqa boshladi. Jin boykim, ne turish? O'zing besval qaysar, o'zing besval, ne bo'ldi? Men bir oz esimga kelib olgandan keyin ularga ko'rgan narsamni deb berdim. Almira bilan Mahira gapimni anglab sal qo'rqib qolgan edi. Adash ko'zing shundoq ko'rinib ketdimi yo? deb so'rdi Kerem. Men u narsani ko'rganligimni, hargizmi xiyoliy tuyg'u emasligini deb fikrimda ching turdim. Ular birdan muzokiralashgandan keyin bugun kechini birdan post turib o'tkazishni qaror qilishdi. Men birinchi navbat, G'ayrat ikkinchi navbat, Kerem bo'lsa uchinchi navbat turadigan bo'ldi. Mana hozir atrofni qorong'ulik qoplab ketgan edi. Atrof to'liq sirlik, vahima purib turibdi. Birinchi bo'lib men post turdim. Hammalar yetib bo'lishgan edi. Taxminan yarim soatlardan keyin xo'rak ovozi va pushildigan ovozlar anglandi. Demak, hammalar uxlab bo'lgan edi.
Telefonumni elib soatga qaradim. Kech soat 10dan 39 ni ko'rsatib turadi. Bir chaqda tuyuqsiz yiqilli joyda yo'riqlik ko'rinishga boshladi. Arqadallar bir to'p kishilarning varan churunglari, Uyg'urlarning an'anaviy chalg'u asboblarining muzikillari anglashga boshladi. U yerda kimlar bor? Berib boqaymi ya? Hamrohlarini tashlab ketib qolsam, ular nima qiladi? Voy boylar, birdan-bir kelib bo'laman emasmi? Berib kelaylik. Shuning bilan u yerdagi masharab o'ynayotgan kishilarga bo'lgan qiziqishim bilan ovoz chiqqan tarafga qarab mangdim. Yo'riqlikqa yaqinlashgan sari ko'nglimda bir xil vahima hukm surishga boshladi. Mana bu yo'riqlik chiqqan joyga asta-asta yaqinlashdim. Shuni ko'rdimki, u joyda nurg'ulg'an qiyriyosh, cho'ng-kichik odamlar mashrab o'tkazyapti. O'zimni bilmay mashrab suvorlarga kirib qolgan edim. Hammaylar menga hayron bo'lgan qiyofatda qarab turishdi. Sal chilayotganlarni to'xtab menga qarab turishdi. Shu chaqda o'zimni tonishtirish lozimligini his qildim-da, o'zimni tanishtirishga boshladim. Assalomu alaykum jamoat. Sözümni anlığanlar arasından bir bovay çıkıp, man sözleşke başladı. Ve aleyküm esselam bala. Özünü qayerden soraymiz. Bu sözünü anlap, bu bovayның mana hem kıyırındaşlarımga yardım kılalaydıqanlıqı közünü yetti. Bovayga bizning lopnırga qarab manğanlıqımızını, keyin yoldan etip gelip, bu ormanga kirip qalğanlıqımızını sözlep berdim. Hem ismimni, qayerda o'ltirdiqanlıqımdan tatip deb berdim. Bu bovay birdan turib etgandan keyin chiroyini turib, "Sizlar bu yerga qachon kelib qopdilar?" dedi. Bu gapni tushunolmay so'rdi. "Bu nima deganingiz?" Bovay birdan o'ng-tinsiz turib etgandan keyin menga qarab yejishga boshladi. Bovayning yejishi bilan atrofdagilarni tangla yejishga boshladi. Tuyuqsiz bovayning yuz terisi yerga tushib ketdi. Orqadan ko'z qarchig'i etilib chiqib, yüzüge bir xil suyuqlik bilan siyrilib eqishga boshladi. Atrofidagilarning yuzlari o'zgarib, menga iskilibdek qo'llarini so'zishga boshladi. Bu qo'rqinchli manzardan putlarim yumshab, ko'zlarim yo'g'inab ketyapti. Tuyuqsiz mo'ramga bir qo'l tegdi. Yuragim g'ijib qilib qoldi. "Qaysar, bu yer nima ish qilyapsan?" Bu ovozni anglablar, bu ovozning Kiramning ovozi ekanligini tonib oldim. Hamda kendimga burildim. Kendimde Kiram turibdi. "Qaysar, bu yerda nima ish qilyapsan deyman?" O savolini qayta so'ragandala, ondan esimga keldim. "Ha, hech nima." Atrofimga qaradim. Shundoq cho'ng ikki qiyra sugat turibdi. Sugatning qorni ichilib qolgan bo'lib, shunchalik qo'rqinchli ko'rinadi. "Qaysar, yura ketaylik." Kiram shundoq dedi-da, meni ilitmoqdi. Hamrohlarimning qishiga keldik. Ular shundoq topib uxlayotdi. "Qaysar, ayta, sen o so'gatning qishig'i nima uchun bording?" Men Kiramga ko'rganlarimning hammani qoldirmay aytib berdim. O so'zimni anglagandan keyin, "Shundoq qirbesib ketgan edi. Cho'chib uyg'onib qarsam, sen hech yer yo'q. O'rnimdan turib qo'l chiroqni ilib atrofga yondirib edim. Sen boyaq ishki so'gatni cho'rgilab aytibsan. Keyin orqangdan berib qarsam, so'gatga qarab qo'rqib turibsan. Bo'lgan ahvol shu" dedi. Onun sözünü anlap kayıtla kaptanı. İkinci kısım. Men bo'lgan ishlarni uningga so'zlab berib edim, u qo'rqib qoldi. "Lekin men seni ko'rganda sen o so'gatga qarab qo'rqib turib ekansan. Unda sen ko'rgani nima uchun men ko'ra olmayman?" dedi Kiram. "Ha, men uni nereden bilay?" Shundoq dedim-da, oldimdagi kuyayotgan o'tqa biz terib kelgan o'tlarni silishga boshladim. "Sana tushimni deb beraymi?" dedi Kiram. "Ha, degina." O tushini so'zlashga boshladi. "Tushimda biz turayotgan mush o'rmon hammaylar shundoq o'xshatganmiz. Tuyuqsiz bir bo'ron chiqib hammalarni qopibsizlar.
Arkadan osmonga qapqara is qo'shash shakli odamga o'xshaydigan. Peshonasining o'ttirsa bir qizil narsa nur chechayotgan alatim menga. Sen bu yerga qisqa tumarni uyg'otqili kelgan bo'lsa, osta ketib ol. Biz ruhlar odam dunyosidan chiqib ketgan bu. Odamlar yana nima uchun bizni mushunchalik o'ringa erishishga qo'ymaydi? O sırf ormana gelip uğurlaşışımızga, yani nima uchun Kur'an'ımızda koyuldu? Bizning sizlar insanlarga bo'lgan g'azablar chekiliyatdi. Sizlarni o'ldirib, ko'nglimizga orom topqizmoqchi. Bizning dardimiz chiqmaydi. Dilida g'oyib bo'lib ketdi. Arqadan ko'z oldimda bir bulutga o'xshash narsa keldi-da, ekranda surat chiqishga boshladi. Qarasam jip qora ranglik, o'z yeshil ranglik, lekin intayin suzuk bir tash paydo bo'ldi. Arqadan surat yo'qolib, ekran o'chdi. Bu bulutga o'xshash narsani havo olib g'oyib bo'ldi. Bu ishlarga hayron bo'lib tursam, keyin tarafimdan ko'zlar cho'g'dek yenib turgan oppoq o'chkilar men qarab yo'pirilib kelishga boshladi. Yurkim eg'izimga kaplashib qolayli degan edi. Bütün kuchimni putimga yig'ib oldim, qarab qochdi. Uzoq qochmayda bir o'chki ustimga o'zini otdi. Men yiqilib ketdim. Orqadan bir o'chki putimni tishlab, g'aljirlarcha g'ajlashga boshladi. Yana birsi qo'limni tishlab edi, cho'chib uyg'onib ketdi. Atrofimga qarsam say yo'q. Keyin shu seni ko'rib, seni qishingga bordim. Qolgan ishlar sana mo'yan. O shundaq deb so'zini tugatdi. Men birdan turib olgandan keyin u narsaning qisqasi tumar degan zoti nimadi? Eliq sen ko'rgan, yeshlaranglik tuzuk, qarishibga o'tkazilgan tosh, shu tumarmidi? Dedim. Balkim shundoq bo'lishi mumkin. Uning bu so'zini anglab, darhol uningdan so'radim. Kiran, sen mush bir kunda o'zingni bir ko'zlayotgandek va yoki kayni tarafingda biroz va'da his qilyapsan. Hey sen buni qayerdan bilsan? Sen hozir tushingda bir qora tumonga o'xshaydigan narsa bizni o'ldirmoqchi ekanligini aytdi degan eding-ku. Bu bir kunda menda shunday ahvol ko'rildi. Xuddi birsi kaynimda bordakla. Shuni sendan so'radim. Menimi kaynimda birsi bordakla his qilman. Doim meni ko'zlayotgandakla. Qaysar bo'ldi, bu ishlarni deyishmaylik. Sen o'rgansan, qaram olgin, dedi. Men boshqa gap so'z qilmay, orom ilishga tutundim. Keremga qarab yetib, tuyuqsiz bir daraxt ustida bir qizil narsaning yenib turganligini ko'rdim. Uni ko'rib, yodimga Keremning tushidagi qora tuman keldi. Tinim jig'ildab ketdi. Birda Keremga, birda qizil ko'zlik u narsaga qarab, o'zimni to'ymay uxlab qoldim. Balkim bek charchab ketganmikin, bek uxlab ketibdim. O'rnimdan tursam, soat 8 bo'ldi. Qolganlarni endi o'rnidan turgan chig'i dasturxon solg'il tamshirayotgan ekan. Men turmagan bo'lsam, men yodinglarga yetmay, o'zinglar yeb ekansizlar, ha? Dedim ularga chaqchaq qilib. Albatta yeviratdiq. Sizga tamoq qilib qo'ygan odam bu yerda tayyor tursa, sizni o'ylab nim qilmaysiz? Dedi Mayra Olmirani ko'rsatib, kulib turib. Mayra nim davatsa? Yolg'onmi? Bu yerdan beri qaysar tamoq yeysiz, menmi yemayman deb turib olgan kim? Mayra, men nima undoq dedim? Sinizda. Bo'ldi qilinglar. Olmirani izzat atqizmasanglar-chi, dedim men. Ohoy, qiz do'stingizga qilib qo'ysam, chidmay ketdingizmi, qaysar? Bo'ldi, Mayra. Dedi Kerem meni va Olmirani izzodan qutuldirib. Keremning so'zini anglab, Mayra jim bo'ldi. Olmira bilan ikkimiz dasturxonga kelib o'ltirib, tomoqlanishga boshladik. Kulib chaqchaq bilan dasturxonni birdan-bir qurqitib qo'yishgan edik. Qo'rsoqlarimizni to'yishgan edi. Endi mangayli, dedi Kerem bizga qarab. Biz hozir qayoqqa To'rt tarafning hammasi o'rmonga tursa. Dedi Olmira. Menimcha, keyin tarafimizga qarab mangaylikkan. Chunki biz shu tarafdan kelgan emasmi? Bu tarafga mangsak chiqib ketalishimiz mumkin. Dedi G'ayrat. Biz G'ayratning so'zini o'rniga his qilib, u degandek biz kelgan tarafga qarab yo'l oldik. Mashinani shu joyimizga qo'yib qo'ydik. Chunki biz kelgan tarafda dal-daraxtlar zichiraq bo'lib, mashina mang'anmaydi. Biz mang'an seri daraxtlar quyuqlashishga boshladi.
Təxminən birər yarım saat vaqtlardan keyin intayin güzel bir ochiqchilikqa chiqib qoldik. Oldimizda 2 chaqirimga yaqin yap-yeshil yaylaqqa nurg'unlagan kigit uylar tikilgan, qo'y kalalar yig'ilishib yurgan edi. Neyroqda bir kichik eriqda sup-suziq suvlar eqiyotdi. Biz qanasayliq kelib qoldikmi nima? Dedi Mahira bu güzel manzarani ko'rib xushal bo'lgan holda. Undaq emas. Qaranglar, bu yer biroz benormal turdi. Dedim men burun ko'rganlarimni eskelib. Bu nima deganing? Shundoq normal turmamda, qayер benormal? Dedi Kerem sözünü tushunolmay. Ha, qaranglar, bu yer o'rmonning o'ttirisiga joylashibdi. Dal-daraxtlar qaranglar, shoxlab quyuqlashib ketganni. Agar normal bo'lsa, yayloqning u yer bu yerlarda kichik daraxtlar unib bo'lgan bo'ladi. Tabiat qonuni bo'yicha aytganda, bu benormallik hisoblanadi. Ha, bo'pti. Buni odamlar mushundoq yayloq o'zgartdimi deylik. Bu yerni o'zgartgan odamlar ovi ko'ringan kigizoyda o'ltirsa, ular qaysi yo'l orqali sirtqi dunyo bilan aloqa qiladi? Agar sirtqi dunyo bilan aloqa qiladigan yo'l bo'lsa, nima uchun biz u yo'lni topolmaymiz? Sözümni anglagan Kerem kulib ketib dedi. Biz bu yerga tunugun tushdan keyin kelgan tursak, sen bu yayloqda turgan odamlar sirtqi dunyo bilan aloqa qiladigan yo'lni shunchalik oson deb olsang, bu yerdagi o'rmonlar boshqa odamlar tarafidan kesilib, bu yer taraqqiy qilib bo'lmamdi. Chuqur yo'l bor, biroq biz topolmagan bo'lishimiz mumkin. Menni Keremning so'ziga qoyil bo'ldimda, uning keynidan bu go'zal yayloqqa qarab maqdim. Biz bir kigiz uyning oldiga kelib, asta tovladik. Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Sözümüz ayaqlashishiga kigiz uy ichidan bir bovayning "Bah, kim o?" degan ovozi anglandi. Men bu ovozni bir yerda anglagandek qilardim. Dal mushu vaqtda kigiz uy ichidan bir bovay chiqdi. Bu bovayni ko'rib, yuragim eg'izimga kaplashib qoldi, tasliq qoldi. Bu bovay boshqa kishi bo'lmasdan dal yiliqi tunugun keshdiki ikki qiyir sugatning qishida olvostaga o'zgarib ketgan bovay dal shu edi. Bovay xuddi hech ish bo'lmagandek bizni qizg'in qarshi oldi. Biz kigiz uyga kirib o'ltirdik. Bovay hammaylarga choy qo'ydi. Orqadan chikinani ko'targunicha dasturxonga qo'ydi. Tuyuqsiz bovay bilan ko'zimiz uchrashib qoldi. Men uning ko'zlaridan bir shumliqni, bir razillikni sezdim. Uning razil ko'zlaridan ko'zimni iliq qochib, tuyuqsiz ko'zim piyoladagi choyga tushib qoldi. Tig'i boyla o'ri ko'tarilib turgan choy meni endi qonning rangiga o'zgargan edi. Qo'rqqanimdan ko'zlarim yo'g'nashqa boshladi. Asta dasturxonga qaradim. Dasturxonda qonga bo'yalgan holda kesilgan odamning uchay boqirlari, put-qo'llari turibdi. Qo'rqib tursammi, hamrohlarimga qaradim. Lekin qarg'animdan pushaymon qildim. Chunki hamrohlarim qo'shal holda dasturxondagi odamning put-qo'llarini, ich boqirlarini ilib, piyoladagi qonga milab yo'rdatdi. Qo'rqqanimdan qandoq o'rnimdan turganimni bilmayman. O'rnimdan turdimda kigiz uydan chiqib, butun kuchim bilan qochdim. Xiyolimda bu yerdan chiqib ketsamla omon qolardim. Yuguraverdim. Bir chog'da ortimni qandaq hozirg'inimcha to'xtab qoldim. Birdan demimni ilib elib, yana yugurdim. Tuyuqsiz oldimda bir kishi paydo bo'ldi. Bu kishi boshqa kishi bo'lmasdan dal yiliq bovay edi. Joyimda to'xtab qoldim. Bu yerdan undan tez ketolmaysan. Bu yerga kelgan har biri bizning qurbonimiz bo'lishsa. Bovay bu so'zni deb bo'lib, qaqaqlab kulib ketdi. O birdilla qapqara tumonga aylandi-da, havoga tarab ketdi. Uning "Sizlar bizning qurbonimiz bo'lasizlar" degan gapidan putlarim yumshab, joyimda o'ltirib qoldi. Kichigimdan jin olvasdi. Ruh arvoh deganlik ishonmaydi. Bundaq so'zlarni anglasam, xurofotlik hammasi yolg'on deydi. Lekin tunugundan beri yuz bergan ishlar meni bundaq g'oyibiy jonliqlarning mavjudligiga ishontirib qo'yib o'tdi.
endi qanday qilay? Hamrohlarimdan ayrildim. Endi mening bu o'rmonlikda hayot qilishim bir xam xiyol. Bir amal qilsam bo'lmadi. Zodi qanday qilaman? To'g'ri. Tezdan hamrohlarimni deb olay. Nima uchun aldiraqsonlik qilib u joydan qochgandim? Endi bu o'rmonda o'zim yolg'iz qanday qilaman? Shu xiyollar bilan yayloq tarafga qarab mangdim. Mang'asiri daraxtlar quyuqlashib, oldimda o'tkil bo'lmaydigan bir chiqqiya paydo bo'ldi. Endi qanday qilishim kerak? Men hozir o'zimni butunlay tugashdim deb o'ylab o'tirdim. Amalsiz yana keynimga qarab yo'l oldim. Borgan sari ustab ketib o'tirdim. Kun tush bo'lgancha qo'rqim ko'rkirashga boshladi. Shundaqdimi yo'limni davomlashtirdim. Tuyuqsiz keynimda birsi bordakli siqilishga boshladim. Rostilla birsi bor ekan. Men mansam keynimdanmi bir oyoq tegish anglanadi. Meni borgancha vahima qo'rqinch qoplashga boshladi. Pat-pat keynimga qarab menib yo'limni davomlashtirdim. Xeyli vaqtgacha orqamga ergishib olgan bu narsa meni to'la tashvishlantirib, holimni qo'ymagan edi. Shundaq aloqzodlik ichida yo'limni yana davomlashtirib o'tdim. Bir chaqda orqamdan ergishib otgan oyoq tegishi tuyuqsizla to'xtab qoldi. Bu ovozning to'xtab kelishidan yuragim bir shumliqni sezib turib o'tdi. Shundaq aloqzodlik ichida asta keynimga qaradim. Qaradim-yu, hayronlikda ig'izim ichilib qoldi. Chunki keynimda chochlari qop-qora, ko'zlari cho'ng-cho'ng, uchisiga oppoq ko'nglik kiyib olgan shunday chiroyli bir qiz turibdi. U menga qarab kulimsirab o'tdi. To'xtamagan bo'lsangiz qanday qilasiz? Bu so'zning u qizning deganini yoki g'oyibdan kelganligini ilg'or qilolmay o'tirdim. Chunki qizning ovozi shunchalik yangroq ham kumush qo'ng'iroqdek jarangliq edi. "Ha? Men siz..." Eg'izimga gapni kelmay o'tirdi. Nima siz u gap bo'lsa demak siz tutuqlamay. Qizning kulishimi shunchalik o'moq ekan. Xuddi Almiraga o'xshash. Bu qizni ko'rishim bilan Almira yodimga yetdi. "Siz kim bo'lasiz?" deb so'radim uningdan. Chunki uning tuyuqsizla paydo bo'lib qolishi hamda menga yiqishli qoldi kulimsirishi meni ajablantirib o'tdi. U savolimni anglab, asta yanimga keldida yondagi toshni ko'rsatib turib, "Kimligimni bu yerda o'tirib aytib beray, qani o'tiring." U so'zini deb bo'g'icha oldirab uningdan so'radim. "Xapo'may kimligingizni aytib bering?" Tuyuqsizli bir qiz paydo bo'lib qolsa, albatta qo'rqaman-da. Bo'libmi bu g'alati o'rmonda. So'zimni anglab, u yana kulib ketdi. "Kechiring, o'zim so'zimni unutib ba'zilarga sizni xabar qilishni aldirib qo'ydim. Ismim Xurshida, men shu o'rmonning malikasi." Bu gapni anglab, kulgi qistab, o'zini tutib ololmay qattiq kulib ketdi. Chunki hozirgidek jamiyat ushqandek taraqqiy qilayotgan, hamma odam bab-baravar bo'lgan hozirgidek osoyishlik jonda birisining men faloniyaning malikasi deyishi odamning aqliga sig'maydi. Endilikda men bu chiroyli qizning aqli o'shining joyidligidan gumon qilib o'tirdim. "Siz chaqchaq qilib o'tamsiz?" "Yo'q, men sizni chaqchaq qilmagan turibman." "Qizchaq, bu gapingiz bilan hozir 4 yoshli bolani olmaysiz. Chunki davlatimiz sotsialistik davlat. Podshohlik qiladigan zamonlar qaysi vaqtdagi ishlar u?" Qiz gapimni tushunmagandek qiladi. U birdilla oldiga birdan tikilib turib etgandan keyin bir narsani esiga olgandek yig'lashga boshladi. Uning ko'zidan qip-qizil qon chiqishga boshladi. Uni ko'rib, tinim cho'rkinib ketdi.